Bunday qilsam perexod qilaverasiz. Mana shunday qilaman, o'sha perexod bo'lishi kerak. Hozir biza hammani og'zidan tushmayotgan va mashhur joy bo'lib kelgan Islom sivilizatsiyalar markaziga tashrif buyurmoqchimiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, bu joy haqida qiziqarli ma'lumotlar berib o'tamiz. Unda qani ketdik. Biz ham nihoyat Islom sivilizatsiyalar markaziga yetib keldik. Bu yerda lokatsiyasi G'ofurlo metrodan chiqqanda 500 metr yurgandan so'ng keling bu yerda nimalar bor, qanday narsalar bor, qanday joylar bor, video davomida birga ko'rib chiqamiz. Bugun biz Islom sivilizatsiyasi markazi atrofidagi ko'chalarda sayr qildik va bu hududning o'ziga xos milliy ruhi bizni darrov o'ziga tortdi. Bundan tashqari, chiroyli atmosferasi va chiroyli dizaynga ega binolari ko'zni quvontirar edi. Safarimiz davomida qadimiy uslubdagi chinidishlar sotiladigan joylarga ham kirdik. Naqshli laganlar va bezakli idishlar barchasi o'zbek hunarmandchiligining naqadar boy va nafis ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Yo'limiz davomida kitob do'koniga ham kirib o'tdik. Shundan so'ng safarimizni davom ettirdik. Avval milliy liboslar sotiladigan do'konlarga kirdik. Atlas, adras, do'ppilar va turli zargarlik buyumlari juda chiroyli, tom ma'noda ko'zni quvontirar darajada edi. Do'konlarga kirib, mahsulotlarni ushlab ko'rib, kiyib ko'rib va o'zingizga yoqqanini xarid qilishingiz mumkin. Qisqa qilib aytganda, bu manzilda bunday do'konlarning soni bir nechta. Va nihoyat Islom sivilizatsiyasi markaziga ham yetib keldik. Aytishlaricha, bu binoning qurilishiga 160 million dollardan oshiq mablag' sarflangan va bu binoning 4 ta asosiy kirish portali mavjud. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga albatta like bosib, keyingi videolarda qayerga borishimizni kommentariyada yozib qoldiring.